Assalomu alaykum. Mana yong'oq bozori. Ayni ishtirok qilin undan. Boshni şey. Omadmi? Ya, kute. Omadmi? İştirok qilin undan. O'shanda nima? Bu necha pul bo'lyapti? Latib qo'y, necha pul beryapsiz? Endi qo'rqoq qilganim yo'q. 15 bo'lsa foyda qiladi. Qayli bu? YouTube, Instagram. Nima degan qara? Az o'qib qo'ymaysiz. Yo'q, kulmang. Mashhur bo'lasiz. Yo'q, qayga rostdan? Rostdan gapiryapman. Hozir kelaman. Ben kimdan bu yong'oq? Sizdanmi? Necha pul deyapsiz? Bu bizniki. Necha pul? 15 ming. 15 ming kam bormi? Qani yo'q. Mana yong'oq. Yong'oq sayil. Mana bodom ham so'rayotganda. Mana shu bodom 75 ming bo'libdi mana. 75 ming. Men buni 2,5 kilo yesam 75 ming bo'ladi. Chaqmalar necha pul bo'ldi? Ha? Tosh necha pul bo'ldi? 20 ming tosh. Ag'ichi? 30 ming so'm mana. 30 ming bo'ldi. Ha. Ijodni boshladi qolgan ekan. Anuga yordam beraveraymi? Mana opalar, yong'oqchi opalar. Necha pul yong'oqingiz mana? Necha pul kanonni yong'oqi? Yong'og'imiz 15 ming so'm mana. 15 ming so'm ekan mana. Kami ham bormi? Ha, kami bor. Mana haqiqiy dehqon. 10 mingdan beryapti. Ana 14 ming bo'libdi mana. Chusto yong'oq sayil. Kelaverasizlar mana. Ye, domlajon. Assalomu alaykum. Qanchaga to'latyapti? Voy, qadrida. Ana. Ne 11,5 dedi. Hadi bunu sana aşağıya tutar. 12 dedim. Ben necha pul yong'oqingiz opa? Ya bu 20 mi? 20 ming. Necha pul qildi? Bog' qildim. Mana mag'izlar bo'lsa 20 ming. Oq mag'iz, buchi qizil mag'izchi. Bu qizil mag'izlar mana. Necha pul? 12 ming, 13 ming. 12 ming, 13 ming. Mana yong'oq ko'p mana bozorda kelaverasizlar mana. Shu shaharda yong'oq bozori. Nani oldin alsa? Bu necha pul bo'ldi yong'oq? 20 kam bu. Sizga necha pul opa? Ya şu gel. 25 mi kendi? Ha? Balki chamoni. Hatta dehqonlar. Bodom necha pul bo'ldi opa bu? Oya qancha ishga bermayapti. 45 bo'ldi mana. Mag'iz necha pul mag'iz? Bod yong'oq mag'iz. 30 ming kammi bor. 30 ming kam bor ekan. Oya, o'sha narxga bo'lsa oldi ya. Mana mag'iz seroq chiqdi bu hafta mana mag'iz. Ne komiljon? O'zimisiz? Necha pul bu mag'iz opa? Mag'izimiz 45 ming kam bor. 45 ming kam bor ekan mana. 40 sotib. 40 mi? 40 bo'libdi mana. Buchi oq mag'izchi. 60 ming kam bor ekan mana. Kelaverasizlar. Yong'oq seroq. Mana. Narzullo aka şeyde. Ha, komşun akon. Niye? Siz nazlı. Necha pul yong'oqingiz? Xirop. Başkitme nazlı. Ha, necha pulga bermading? 15'ten kıldı olsun. 15 bo'pti mana yong'oq. 15. Assalomu. Necha pul olma opa? Ha. 4 ming mana. Nokchi nok. 15 ming. 15 ming ekan. Kam bo'lmay. Semereke necha pul? 5 ming karkidonniki qatga? Shusmi? Behi necha pul behi? 5 ming. Mana 5 ming ekan. Orzon dehqonlarga rahmat. Xola necha pul olmangiz? Bunisi 8 ming, mana bunisi 4 ming. Yo maşallah. 8 ming ekan mana. 8 ming. Olmaysiz rasmga televizorga chiqasiz. Ha? Mana dehqonaga g'ayratniki necha pul semerenka? 8 ming ekan mana. Xurmochi? 5 ming ekan mana. Shuni azalmi? Nok necha pul nok? 20 ming qatta bo'lgan podada. Qayki bu? Dedama blok. Chustami? Chust. Blokcha.
Hani olmalar sero, behi sero. Hani noklaran sero be hani. Hani. Hopa mayiziz hiç bilmeyiz. 80 bin. Bunusçe 60 bin. 50 bin. 55 bin. Böyle 50 bin lira saçıralık. Hani, hani. Kam bir maylar. Olmalar az o. Bu maydasından bir işler satıyor. Ben hiç bilmiyorum ok. 25 bin. Hakikiy nok ekan 25 bin mana. San'at. Oradan beri yanına to'g'ama bo'ladi. Menga qarang, men 5 dan sotyapman-da. O'rtasini olib borib bo'lmaydi. Yo'q, buni Olmen hiç bil olme. Ama 10 bin. 10 bin? 10 bin, 15 bin. 10 bin 15 bin ekan. Chiroyli ekan haqiqatan. Hatto olasiz jo'natasiz, ish qilib Ha, mana sizga nima ish qo'zlikka yurmaydi. Yo'q, demoqchiman. Malades, bozor oldi. Mana olma bozor mana. Hiç bil nokiz. 25 ketdi. 12,5 ekan o. Endi 15 ming dedik endi. Ha, kechki bozor narxini uchun tushiribdi. yo sotib olib keta qolaylik sovuqdi. Yaxshi qilibsiz. Mana. Mana bag'da yuradi. Hiç bil mana Abdullajonning noki. 15 bin. 15 bin mana 15 bin ekan. Bundachi. Bu ham 15 bin mana. Ya, shunaqo. Karamizni hiç bil. Ha, donaban 5 bin ekan donasi. Mana nok olmay, serok. Kelaverasizlar har yakshanba. Nishkul sholg'omiz. Nishkulmi? 3 kilo 10 ming turibchi. 3 kilo 10 ming mana turib bor. Kam bo'lmaylar, rahmat. Nishkulmi?